mastopatiya, Ichakni tozalash kerak. ko'krak saratoni, Ichakni tozalash kerak. gipertoniya, Ichakni tozalash kerak. anemiya, Ichakni tozalash kerak. qandli diabet. Ichakni tozalash kerak. Nima hamma kasalga ichakni tozalash kerakmi? Ichak devorlarida 100 milliondan oshiq neyronlar bor. Bu neyronlar to'g'ridan to'g'ri miyaga impuls olib boradi. Agar ichak tiqilma bo'lsa, toshlardan tiqilib turgan bo'lsa, kalviy kamniyalardan ichakka signallar bormaydi. Ichakda 2-3 kilogacha foydali mikroorganizmlar, mikroblar, bakteriyalar bo'ladi. Bu bakteriyalar immun tizimini mustahkamlaydi. Kerakli vitaminlarni ishlab chiqaradi, ya'ni B vitaminlari, K vitaminlarini ishlab chiqaradi va gormonlarni ishlab chiqarish faoliyatiga yordam beradi. Toza ichaklar, serotonin, dopaminlarni. Ichakda agar tiqilmalar bo'lsa, qanaqa qilib ichak ishlab chiqarib beradi, unaqa foydali narsalarni. Unda ichaklarimizni qanaqa tozalasak bo'ladi? Kommentariyaga ichak so'zini yozing, men sizga gayd yuboraman.